Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Avval bizni yo'qdan bor qilgan, bizni shu go'zal taqi turqimiz bilan yaratgan ulug' Alloh subhanahu va taologa bizga ato qilgan barliq moddiy va ma'naviy ne'matlar uchun cheksiz hamd sanolarimizni yo'llaymiz. Ondan bizning yo'lboshchimiz, yetakchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, sahobalarga, tabiinlarga va qiyomatgacha shularning yo'liga ergashgan zaminning barliq yerdagi mo'min musulmonlarga Allohning salomini yo'llaymiz. Biz oldingi qitim qarindoshlikning ana prinsiplari deb bir qancha moddani so'zlagandik. Ammo men bu qarindoshlikni shu bir qancha nuqtalarni so'zlab ketishni yetarli his qilmadim. Chunki bu qarindoshlik temasi har doim so'zlanadigan, ammo musulmonlar shuni amaliy hayotida tatbiqlashda, amaliy ijro qilishda qiynalayotgan yoki yetarli qilolmayotgan sohalarning biri. Masalan, biz shaxsiy ibodatimizni yaxshi qilgan bo'lishimiz mumkin. Masjidga davomli chiqqan bo'lishimiz mumkin, zikr tasbihlarimiz joyida bo'lishi mumkin. Halbuki insonlar bilan bo'lgan munosabatda, bularmi o'zimizning diniy qarindoshlar bilan bo'lgan munosabatda islom bizga o'rgatgan va bizni talab qilgan prinsiplarni haqiqiy o'zimizning ish harakati va odatiga aylantirishda haqiqatan yetarli emasmiz. Shu nuqtani biz bugungi ikkinchi qitim so'zlaydiganimiz, ular qarindoshlikni buzadigan omillar nima? Qanday qilganda qarindoshlikni texnik kuchaytiramiz? Ni so'zlashdan burun biz avval uning sabablarini tushunsak va o sabablarning bizda tepiladiganlarini diagnoz qo'yib chiqqandan keyin balki masalani hal qilish texnik osonga to'xtashi mumkin deb o'yladim. Men cho'ng jihatdan qarindoshlikni buzadigan sebeplerini çoğu cihetten iki kategoriye ayırdım. Birisi fikri sebepler. Fikri sebepler dediğimiz bizim xilma-xil dini düşüncelerimiz sebebinden aradan asla yaraklaşıp gidişiga okşar. Mesela bizden bazılarımızdan ma'lum bir iqlimning fikriga aşık bulup yana bir fikirdekilerini düşman görüşke okşar. Hani ikinci kategoriye hulqi sebepler. Hulqi sebepler dediğim hem de benim. Ve bizden mijoz karakterimiz ve ahlaki cihetteki yetersizliklerimizden kelip çıkan sebepler. Mesela bugün sözleydiğimiz delmiş bizdeki qarindoshlikni buzulgan, hemimizde azdır köptür tepilip kaladigan bazı bir İslam çekligen bedqiliklar var. Bu şerhte kısqacha to'xtalamiz. Birincisi nima? Qarindoshlikni buzulgan ahlaksızlıkını, yoki qalb kasalliklari desek mi hata emas. Yani bizim kalbimizdeki bir maraz, ama kalbimizdeki marazlar biz bilip bilmey hareketga aylanadi. Yani sirtiga bu tepip chiqadi. Birincisi hasad. Yani hasad. Shuni tasavvur qila olamiz, biz qarindoshlik degan vaqtda qarindoshlik bir yaqinlik va mehr muhabbat. Halbuki hasad deganimiz ana shu yaqinlik va mehr muhabbatni chiritadigan bir zahar. Mesela biz qandami o'zimizning yaqini, qarindoshi bir do'sti hisoblaydigan kishining erishgan xushalliqlari, muvaffaqiyatlari va foydalariga hasad qilib turib uni bilan do'st bo'la olamiz. Albatta buni tasavvur qilish pek qiyin hamda. Ammo inson tabiatida agar diqqat qilmasa, haqiqatan azdır köptür hasetni belki mutlak köp kısım insanda buluşu mümkün. Ya ki bu güçlük ifadelenişi mümkün, ya ki aciz ifadelenişi mümkün. Mesela benim gözütüşümce hasetine karşısam okşaşlık dairesi köprek kişilerde tepeledikken. Mesela değil bir bay bir alimga haset kılmaydikken. Çünkü fark çok. Ya ki bir alim bir bayga. Yani bayning bayga haset qilish ehtimolliqi yuqori bo'ldi ekan, bir olimning olimga haset qilish ehtimolliqi yuqori bo'ldi ekan. Hatto yeshi kichik birining, masalan bir yosh olimning bir peshqadam olimga haset qilish ehtimolliqi tuvan bo'ldi ekan. Ammo yana qancha yaqinlik o'xshashgan siri haset ehtimolliqi bek kuchli bo'ldi ekan. Bildim bunda inchik so'zlashimning sababi her birimiz anlagaç, çokum anlaganlarımızda başkalarına operatsiya qilishni emas, o'zimizni operatsiya qilishni o'ylashimiz lozim. Zaten mende bu şey tepilandı. Mesela ben bir hafiz bo'lishim mumkin. Menden güzel o'qigan birga sal bunda bo'lib qoldimmi emasmi? Men o'quvchi.
Ama men bilan teng o'qigan birisi mendan bekrak oldiga chiqib kelib qoldi. Bu menda bir aramlik, rahatsizlik paydo qildimi, qilmadimi? Men paloni bilan bozorga birga chiqqan, pul tepishni teng boshlagan. Ammo hozir u manda beyib ketdi, men yana shu mishada qoldim. Deyish bilan qarshi tarafning Alloh ato qilgan ustunliklari, afzalliklari ve faziletleriga nisbatan ko'ranmaslik, chidamaslik, ammo hasad hisoblanadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasadni o'sha hadisida nihoyat güzel o'xshatgan. Hasad xuddi nimaga o'xshaydi? O'tga o'xshaydi. U xuddi o'tunni qanda ko'ydirib yeb tashlagan bo'lsa, hasad yaxshilikni shunda yeb tashlaydi deb o'xshatgan. Bu yerda qanday narsa mavjud? Bu yerdagi o'tun nima? Bu yerdagi o'tun menimcha biz qilgan yaxshi ishlar. Bir hasadxo'r odamda yaxshilik bo'lamdi, bo'ladi. Bir hasad bor odam nurg'un yaxshilikni qiladi. Halbuki u bugun nurg'un yaxshi ishni qilib, ama ertesi başkalarına qilgan nurg'un hasadi tufaylidan u o'zining daftariga yozib qo'ygan yaxshiliklarni dal o'zidagi hasaddan iborat mush illatni boshqarolmaganligi uchun asta bu yaxshiliklarni to'liq o'chirib o'tadi degan gap. Bu yerdagi o't yeb ketdi deganning ma'nosi shu. Ana o'ylab boqsak bu haqiqatan pek cho'ng ziyon hamda. Bir tarafdan to'xtamay yaxshilik qilib, yaxshilikka erishib, yana bir tarafdan bu yaxshiligini hasad tufaylidan yo'q qilib o'tish haqiqatan cho'ng ziyon. Hem de hasadning qo'rqinchli bir oqibati nima desa, hasad kontrol qilinmaganda, turmizlanmagan vaqtda bu eng dastlabda bir yoshirin dushmanlikka aylanadi. Yoshirin dushmanlikka aylanadi. Texnik kuchaygan vaqtida bu oshkor dushmanlikka aylanadi. Hatta u kuchayib her iki tarafga o'rtaq bo'lgan bir dushman tarafiga o'tib ketishga qadar taraqqiy qilishi mumkin. Mesela ben palani bilan bir yakın ağayını idim deyli. İkimiz yakındık. Ama keyin o bek nurg'un ishini yaxshi qilib ketdi, uning ta'liyi keldi yoki muvaffaqiyatli bo'lib ketdi. Bu ikkimizning o'rtaq biz o'chkirtgan bir dushmanlari edi. Keyin asta mendagi hasad o'ti ani yiqitish joylash uchun asta o'rtaq dushmanimiz tarafga o'tib turib, uning qo'li bilan buni joylashga urinishdek hamda eng qo'rqinchli xoinlikqa opirishi mumkin. Tariximizde bunun misalları intayin ko'p. En ro'shan misallardan birisi nima? Abduqodir Domollamning shahidligi. Yani Abduqodir Domollamni o'ltirganlar shu chog'dagi Xitoy emasdi. Yani Ahmad Mazin degan shu Qashqarda yashayotgan, shu diniy sohadagi bir odam. Nima deb Abduqodir Domollamni o'ltirdi? Chunki Abduqodir Domollamning Qashqardagi mavjudligi ularning ko'ranmasligiga sabab bo'ldi. Ularning asli mavjud taxtini tavirtib etdi. Ularning asli xalqning ichida tikilgan obro'yini, nupuzini yer bilan yakson qildi. Kishilar quyosh chiqqandan keyin osmondagi yulduzning nurining asli unda emas ekanligini ko'rib qolganga o'xshash, haqiqiy olimlar paydo bo'lgandan keyin ularning abdi bashirasi oshkorlanib qoldi. Shu tufaylidan bu hasad ularni yani shingsega xizmat qilishga qadar, ya'ni özünün içindeki asli, özü tava bir toplumdaki, özü tava bir çemberek içindeki kişilerge düşmanlaşıya kadar etbadı. Yani hasad, nokul şahsi, öç adavet bilenle çeklenmesinden, bana şunun qo'shash bazıda bir milletini kaygıga, musibet gelip berdiğen yaman yerge kadar terakki kıldı. Mesela bir çağda bir kim şundan sözlüdü. Hasadning güçlülükünü görebiliriz. Eğer vatan Qasının qo'lida azat bo'ldigan ish bo'lsa, u vatanda men yashamayman deganga o'xshash. Hatto ba'zida vatan azat bo'lib, mushularning qo'lga qog'ichi Xitoyning qo'lida tursinmi, hech qisi yo'q, mayli deymiz deganga o'xshash jumlalarni biz anglagan. Balkim boshqalar anglagan bo'lishi mumkin. Bu shunday tegib yotgan narsa nima? Bu yaxshilik sana ketkichi menga bo'lmasin-chi? Bu yaxshilik sana ketkichi men qilolmagandan keyin menga bo'lmasin. Endi bu resmi közlüğümü perdeligen hasadning en qo'rqinchli cho'qqisi. Demek qarindoshlikni haqiqiy barpo qilamiz deydi ekanmiz aramizda. Allah bizga ato qilgan xilma-xil farqlar bor. Xilma-xil farqlar deganimiz ba'zilarda masalan Allah rizqini kengroq qilib boy bo'lishni nasib qildi. Ba'zilarni olim o'lama bo'lishni nasib qildi. Ba'zilarni yana bir alahidelik bilen tartib qildi. Ama insan aydı naşükür olganlık için her daim üzüdeki evzellikni köymey,
üzü mahrum kılıngan, yoki üzüdeki yok, başkalardı bağ özellik tüpeylidin, xuddi üzde hiç nima yo'qdek bir xil xato tuyg'uga kirib qoladi. Bu hasadning psixologik sababidan birisi mushu bo'lishi mumkin. Shunlashqa bunda bir ahvol maydonga kelgan chog'da nima ish qilishimiz lozim? Menimcha eng avval her bir müminni bo'lishga tegishli bir yaxshi odat deb o'ylayman. Har vaqt qalbimizni bunda sirt turib bir mikroskopga tatib bakishimiz lozim. Mening vujudimda, mening qalbimda mushakil illatli bosh ko'tiryaptamdi yo'qmi? Bu menda tepilmamdi deganda har vaqt operatsiya qilib turishimiz, shunda uning urug'lari, tuxumlarini ko'rgan vaqtimizda onu büyüşküde tuncuqturishimiz lazım. Eğer o üzep, yıldız taatkan vakitte bunu tuncuqturuş, yoki bunu yok qilish hakikaten tez oldu. Mesela hasadning bir ifadesi nima desa, mesela bazımız başkalar xushallikka erishgan vaqtda, hatta yaqinlarimizga ma'lum bir xushallik yetdi deydi. Ya o bir uy aldı. Yoki onun bir balasına ait yaxshi bir oliy maktabga o'tdi. Yoki iqtisodiy jihatdan bir yo'l ochildi. Shunda qarasak, nurg'un yaqin do'stlar, shu yaqin do'stlarga shu xushallik yetgan vaqtda, shularning xushalligiga haqiqatan ichidan chiqarib jo'r bo'lolmaganligini ko'ramiz. Ha, yaxshi bo'libdi adash degan bir narsaning ostida o'zini boshqarolmaydigan bir beoromlik yoshiringan bo'ldi. Bu nihoyat xatarlik bir ish. O qanday so'zlar ifodalanadi? Ben o'tganda bir psixologning bir darsini ko'rib, nihoyat cho'chidim uni. Masalan, ular bunday bir narsani misol qildi. Masalan, men, mening balam bu yil nihoyat yaxshi bir to'liq o'tirib maktabga o'tdi deb bu xushalligimni boshqalarga o'rtoqlashgan vaqtimda, ularning ichidagi birisi ba'zilar yaxshi bo'libdi desimi, ha, bizning balamiz o'tgan yili falon maktabga o'tgan deb inkos qaytarishi mumkin bizga. Mana mushakil inkaslar. Siz bir xushallik degan vaqtda, u xushallikqa o'xshatgan bir xushallikning ilgari uningmi bir qattim nisb bo'lganligini. Masalan, hozir ma tijoratimiz qilib yaxshilab ketdingiz, ha, obdan bo'libdi. Michadmi navg'an deyish orqali da inson boshqarolmaydigan bir inkas. Shuning ostida bir rashkning yotganligini so'zlabdi. Shu bu biz haqiqatan çünkü qarindoshlarimiz erishgan xushallikdan ichidan chiqib tan xushal bo'lishni unda oson ish emasligi chiqadi bundan. Unda oson ish emasligi. Çünkü ba'zida inson men o'xshash tirishsam, bolalarimni o'xshash tarbiyalashga tirishsam, nima uchun u erishdi, men erishamedim degan narsa shayton dal shu vaqtda bizni qutritib, sen manda işte to'g'ri qilolmading degandan bakrak, bu seni qig'uzmay bunda bo'lib ketdi degan xulosaga yetaklash ehtimolligi yuqori bizda.